Xalq milliy o'yinlari qadriyatlar timsoli. Xalq milliy o'yinlari milliy qadriyatlar tarkibidagi xalqning eng sevimli ommaviy ma'naviy tadbirlaridan biridir. Navro'z, Hayit, to'ylar va turli xil an'anaviy marosimlar, hujumlar qadimdan kurashsiz va ko'pkarsiz o'tmagan. Bunday tadbirlar xalq og'zaki ijodining barcha turlarida dostonlarda ifoda etilgan. Ular ulug' allomalar Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Mirzo Bobur va undan keyingi o'tgan adiblar, shoirlarning asarlarida qiziqarli hamda to'la bayon etilgan. Yaqin o'tmishda va ayniqsa mustaqillik yillari davrida xalq milliy o'yinlarini o'rganish va ularni qayta tiklash bilan o'quvchi yoshlarning ma'naviy hamda jismoniy kamolotini tarbiyalashda ularning maqsadli foydalanish amalga oshirildi. Bu yo'lda madaniyat va san'at arboblari, taniqli olimlar Murodov, Qoraboyev, Usmonxo'jayev, Toshpo'lat, Abdumalikov, Nasriddinov kabilarning xizmatlari g'oyatda katta bo'ldi. Xalq milliy o'yinlari bir necha yo'nalishlarga ega bo'lib, ularning tarkibida raqslar, laparlar, aytishuvlar, askiyalar va juda ko'p janrdagi san'at ancha ustun turadi. Shuningdek, ular qatorida ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan qator harakatli o'yinlar va sportga xos o'yinlar juda ham ko'p. Ularni quyidagi guruhlarga ajratishimiz mumkin. Ya'ni kurashchilar, ot o'yinlari, dorboz, tosh ko'tarish, arqon tortishish, bilak kuchini sinash va turli xil harakatli o'yinlar. Boshida ta'kidlaganidek, xalq milliy o'yinlarini o'rganish va amalda qo'llash borasida katta tadbirlar amalga oshirildi. Qoraboyev tashabbusi bilan 1991-yil 25-aprelda Forish tumanida ilk bor Xalq milliy o'yinlari respublika musobaqasi tashkil etildi. Bunda Respublika davlat sport qo'mitasi, Jizzax viloyat hokimligi, Jizzax davlat pedagogika universiteti jamoasi katta faoliyat ko'rsatib, moddiy, moliyaviy va tashkiliy tadbirlarni amalga oshirdi. Bunday o'yinlar har yili aprel-may oylarida yana Forishda takrorlandi. 1994-96-yillarda o'tkazilgan bu o'yinlar Xalq milliy o'yinlari respublika olimpiadasi nomi bilan yuritildi. 1996-yil may oyida Forish tumani markazi Yangi qishloq yaqinidagi Qiz uchgan qir saylgohida Sohibqiron Amir Temur tavalludining 660-yilligiga bag'ishlangan 2-respublika xalq o'yinlari olimpiadasi katta muvaffaqiyat bilan o'tkazildi. Unda 11 jamoa 9 tur hamda umumiy hisobda g'oliblikni qo'lga kiritish uchun maydonga tushdi. Musobaqani minglab jizzaxliklar qatori mamlakatimizning boshqa viloyatlaridan kelgan, shuningdek AQSh, Norvegiya, Qozog'istondan tashrif buyurgan mehmonlar ham kuzatishdi. Olimpiadaning tantanali ochilish marosimida qatnashchilarning O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Shavkat To'laganov, Jizzax viloyati hokimi o'rinbosari Shirin Chilgashev, Forish tumani hokimi Bo'stonqul Saidqulov tabrikladi. So'ngra vatanimiz madhiyasi yangrab, musobaqa bayrog'i ko'tarildi. Tantanali ochilish marosimida jamoalar saf-saf bo'lib maydondan o'tdi. O'yin dasturida 1991-94-yildagi jamoalar o'z o'rnini egalladi. Respublika olimpiadasi peshqadam jamoalar oxirgi tur oldidan quyidagicha ochko to'plashgan. Jizzax 157 ochko, Surxondaryo 103 ochko, Qashqadaryo 87 ochko, Samarqand 80 ochko, Farg'ona 68 ochko. Ko'rinib turibdiki, sovrindor jamoalar muddatdan ilgari ma'lum edi. Jizzax sharafini himoya qilayotgan Forish jamoasi viloyat birinchiligi chavandoz turida 9-o'rindan joy olgan edi. Respublika olimpiadasida hech bir qiyinchiliksiz g'olib bo'ldi. Forishliklar bu bir tayoq o'yinda viloyatda 5-o'rin bilan kifoyalangan edi. Respublika olimpiadasida ular barcha raqiblarini yirik hisobda mag'lub etdi. Final uchrashuvida ular samarqandliklarni yirik hisobda 7-0 hisobida mag'lubiyatga uchratishdi. Musobaqa davomida turlar bo'yicha 1 va 3-o'rinni egallagan jamoalarga O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport qo'mitasi diplomlari va chiroyli ishlangan oltin, kumush, bronza medallar tantanali suratda topshirib borildi. Olimpiada so'ngida sovrindor jamoalarning har bir a'zosiga qo'mitamizning qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Respublika hukumatining roziligi va sport tashkilotlarining taklifi bilan Alpomish o'yinlari olimpiadasi har 2 yilda o'tkazishga kelishildi. Alpomish dostoni yaratilishiga 1000 yil to'lishi nishonlanishini bag'ishlab, Termizda Alpomish vatani Xalq milliy o'yinlari Alpomish o'yinlari respublika festivali o'tkazildi. 2000-yilda esa Farg'onada va 3-festival esa 2002-yil Gulistonda iyul oyida o'tkazildi.